Assalomu alaykum aziz efekt kuzatuvchilari. Bugungi kunimizda o'zimizning mahalladagi fermaga, Abes ko'chadagi Bahrom akamning fermalariga keldik. 1 tonna sut yo'nalishi, 1 tonna bordoqli yo'nalishiga. Yemlar vaqti dahshat bo'tdilar, akamizlardan suhbat olamiz. Kanallarni yoqdingizmi? Hamma oqlaringiz lekin yomon o'zgarib ketibdi, bora. Rangi ochilibdi. Mana simental galishtin. Mana hamla xohlasa mana videosini olib ketyapman. Примерно yana 10-15 kunlardan, 1 oylardan yana bir videoga qo'yaman. Vaqti dahshat o'zgarib ketibdi masala. O'sha bir kelganimda videoga ola olmadim-da. Ancha oldindan bir kelgan edim. Yem rezultati bo'yicha endi yana bir kelganda videoga olib anaqa qilamiz, gruppaga qo'yiladi deb. Mana bo'yini anaqalarni ko'rib olaylik. O'zi yaxshi o'zgaradigan bola ekan, aka bular. Vaqti kichkina edi, aka, masi bor-ku. Ha, sigirli 73 tadan 115 taga chiqdi dedingiz-a? Nechta sigir bor, aka? 5 ta sog'in sigir 75 dan 115 ga chiqdi. 5 ta sog'in sigirdan 70 litrdan 115 litrga. Shunda har biriga 5 ta 45 ta qo'shayotgan bo'lsa 9 litrdan aylanayotgan ekan har biriga qo'shgan. Yem qancha berasiz примерно? Yem 3 kilodan 2 mahal 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo yem. Silos yana nima berasiz, aka? Bug'doyni pishirib beramiz. Bug'doy. Atala. Atala. Atala, silos и ertalab 3 kilo. Azefet yemi kechqurun 3 kilo. Kulli normasi 6 kilo berishayotgan ekan. Общий, ma'muniz yaxshi chiroyli ko'rsatyapsiz, aka. Общий 9 litr qo'shibdi har biri. Xudo xolasa yemga garantiya qo'shishiga. Bir kun berilmasa sirasi tushib ketadi deysiz. Shunaqa aka. Mas ko'rsatyapsiz, ancha chiroyli demaslar. Ma'mula vaqti gigant bo'lib ketibdi mana masala. Va Xudo xolasa shu videoni qo'yayapman. Yana ozginadan kelgan bir 15-20 kunlardan keyin yana bitta rezultatini olib ketaman kelib. Bugun yukka o'zim olib keldim. Dastlabki mashinalar olib kelishmadi, bo'sh emaslik edi. O'shaning yukka o'zim olib keldim fermaligiga. O'tirib boshqa ekan dedi.